Masalan, men bu quduqchilik tanlaganimga bu yer tayini o'rganib borman. Endi yer osti anaqasimanda, men pastki yer osti mo'jizalarini, hali Kusto komandasi, hali suv ostini topganda men yer ostida har xil toshlar, har xil mo'jizalar guvohi bo'lib kelyapman. Shu guvohlarimiz ichida masalan 73 metrda tirik odam chiqdi. Kemani ichidan akamiz mana 73 metrdan topildi. Prosta hech nimani bilmaydi, yurishni bilyapti ona. Hacho? Tilni bilmayapti. O'zbek tilini bilarmi? Gapirdi. Gapirar ekan. Vaqtida mana ikkinchi blogerimiz bag'am yer ostini bilib keladigan shogirdlardan bo'lardi. Ikkalamizdan bir-birimizni ko'timizni ochish maqsadida videoga olinyapti. Down. Bo'ldi. Hindistondan kelib qolgan. Hindistonlimiz aka, Indiya. Ha, mana. Hozir yaqinroqdan ko'rsataman. Shohruxonga urug'man deyapti, aldayaptimi? اینجا مناسته خانه Namaste. Xo'p. Ana Hindistonlik toza. Farg'onada ishda yurgan ekani, mana shu yerga olib kelib hudud ishlatyapmiz. Yetimman deyapti. Yetim degani hind tilida nima degani bilolmayman. Bo'pti.